Lorenzo. Okey, mana bugun Lorenzoni syomka qilgan edik. Do'stlik hamkorlariga. Qo'chqorimizni hozir xudo xolasa syomka qilib ko'rsatamiz hozirgi holatini. Keyin qo'zilarni ham ko'rsatamiz. Qo'zilariga ham ishqoz bo'lgan odamlar ko'p. Qanaqa qo'zilib berayotganini ko'rsatamiz hozir. Xudo xolasa bu qo'chqorni 20-aprelga tayyorgarlik qilyapti mistikaga. 4 ishda necha kilo chiqdi? 179 kilomidi? Andijonda 179 kilo bilan birinchi o'rinni olgan. Oxirgi marta tortilganda 200 necha kilo bo'ladi? 200 chiqdi oxirgi. 200 kilo chiqqan. 4 ishda, to'liq 4 ishda 200 kilo chiqqan oxirgi marta. Xudo xolasa. Hozir mana qo'chqorimiz уже 6 ishga bizish boshladi. 20-aprelda 6 ish yo'nalishida o'ynaydi. Ungacha sizlarga hozirgi holatini va undan